Demak, jonli efir soatlarida siz bilan diydorlashish nasib etgandan erta tongdan biz mana shu chiroyli niyatlar, tilaklar bilan studiyamizda Go'zalxon bilan birgalikda albatta mehmonlarimiz davom etyapmiz. Go'zalxon yana Bunyodbek degan yana bir an'anaviy xonandachilik yo'nalishida mana shu musiqa maktabining ustozlari, shogirdlar bilan yana studiyamizni to'ldirib turibdilar. Demak, ayni paytda ustozimiz va aziz bolajonlarimiz bilan ham suhbatni davom ettiramiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Avvalambor assalomu alaykum teletomoshabinlar. Qadrlagan aka, uka, opa, singillar. Bizdan shu chaqirganlaringizdan xursandmiz. Hozir men Bunyodbek Aymurotov, birinchi ustozim. Mana oldimda o'tiribdi ustoz, oldimga chiqing. Oldimda qanot bo'lib turing dedim. Qolaversa, san'at o'zimning qonimda bor. Andomurod Sattorov degan bobom bo'lgan ustozim rahmatli bo'lib ketgan. Lekin kimdir katta hofizaga havas qilsa, masalan, havas qilib san'atga chiqsa, men shu insonga Mas'udbek Saidqulovga havas qilib san'atga chiqqanman. Demak, hozir ustoz shogirdlardan qaysi tarona, qaysi qo'shiqni tinglaymiz hozir? Hozir aytadigan ashulamiz Qashqadaryo bulbuli, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojiddin Murodov ustozimiz Qashqadaryosan degan ashulasini qo'limizdan kelgancha Shogirdlar bilan birgalikda, aytib beradi.